Bismillahirrohmanirrohim. Sardorbek ko'chat qo'zilarni qayerdan topsak bo'ladi deydigan akalarimiz chiqib qolsa inshaalloh arzon joylardan, xudo xolasa ko'chat variantlaridan akalar yana olib kelindi. Videoni oxirigacha kuzataverasiz. Haqiqiy ko'chat qo'zilari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardor bloger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana shunday ko'chat qo'zi ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga hop chorshanba, Murodbaxsh kuni hammangizga chorshanba kuningiz fayz barakali bo'lsin deya biz videolarimizda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i, Toshloq mahallasidamiz. Optimchilar qishlog'i, ya'ni Rivojiddin akamiz qo'y firmalaridan. Assalomu alaykum. Sardarbek, yaxshimisiz? Aka, charchamang, kayfiyatlar. Kayfiyatlar a'lo, A'lo, inshaalloh akalar. Ramazon oyi bilan chin qalbimdan qutlayman. Xudo xolasa aka, hammamizga toqat bersin, kuch-quvvat bersin. Ana shunday iymonidan bersin degan akalar. Xudo xolasa qo'zini, ko'chatini olaman deydigan akalarimizga tavsiya qilaveraman. O'ylab o'tirmang. Qo'zini ko'rib turibsiz-ku. Endi ro'zani kunida baqir, chaqirdi keragi yo'q, lekin ko'chati. Hali hozir erta bahorda, bahor, raza bahorga mavsum. Hamma borib, qayerga borsangiz, bozorda ham, boshqa yerda ham ko'chat qidiriladi. Ko'chatda navi zo'ridan qidiriladi. Olma ekasimi, gilos ekasimi? Eng asosiysi akalar, qo'zini ham mana ertagisi ko'chati. Chista akalar, ichida bir dona ko'kim turgan. Qolgan bari sariqda. Olachasi. Bir dona ola pakkisidan bor. Ola boqding, bola boqding deydi. Ana sizga imkon. Men qo'ydim. Lovini qarang, lovini. Tumshug'ini burishib ketganligini qarang. Mashalloh. Hop. Lekin shu qo'zi ham bor-ku, Sardarbek mana. Shu qo'zi ham haqiqiy ishqibot bo'ladigan ekan. Qo'zini qarang, mashalloh. Ikki quloq mana, ikki quloq oq. Oq, qarang. Kalla qarang. Kalla. Go'zal ekan, orqasini. Hajjana. Ammo dumbalar hammasini tik ekan. Hop aka, bugunga nech bosh? Bunga Sardarbek soni yo'q. Cheksiz. Cheksizlik sari deydi. Bunday ko'ramiz, holatga qarab, misol uchun 4 paytda ham 5 paytda ham chiqaramiz. Iloji boricha, xudo xolasa, bugun syomka ham o'ta bir boshqacha bo'ladi. Xudo xolasa. Inshaalloh. Inshaalloh. Yengil qo'yib chiqaramiz. Tanib turing. Narxlarni ham bo'lar narxni shuni tars-tars aytib ketmay qilamiz. Tars aytilaveradi akalar. O mana qarang. O'zim chiqarayotgan narxlar bor-ku, o'zim chiqarayotgan qo'ydim, misol uchun sizga nechtadan chiqarayotgan bo'lsam, shunaqa narxlardan 200 ming, 300 ming arzonroq qilib. Yo aka, men qarangda. Yo, mana biz halol qarab turing, narxni yengil qo'yib chiqaraman. Bugun xudo xolasa qo'y olmaydigan inson ham, qo'y olgisi kelmagan inson ham qo'y olgisi keladi. Imkoniyat yo'q odam ham hadeb turing, qidirib bo'lsa ham qo'y oladi. Oladi. Xotirjam oladi aka. U yengil qo'yadi. Mikinchikinsiz, nimaga? Mana labzat olsangiz bo'ldi. Bu yolg'on gapirib, ulug' kunda qo'yilayotgan narxda akalar 200 ming so'm, 300 ming so'm o'tib qo'yiladi. Bugun o'tiladi. Bugun bu sizga Ramazon sitkasi. Xo'p aka, nima deymiz? Beyda nechta? Beyda 10 don. Qachon yetib keldi? Kecha avval kuni kechqurun Yeb ichari. Yeb ichar, sog'lik, salomatlik 1 hafta 10 kun garantiya. Xotirjam borsin olaverasiz. Bemalol. Qulog'i butun 100%. 100% butun. Birortasi Qulog'i butunidan. ha, tiq tegmagan. Shunisiga ham e'tibor bering. Nima deymiz aka? Narx-navosi. Narx-navosini yosh oyligini aytib ketaylik. Yosh oyliklari Sardarbek bulardagi 4-5 oylik atrofida qo'zi. 4-5 oylik atrofi. 5 oy atrofida qo'zi. Mana. Narxi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, 10tasini bir joyga bo'ladigan bo'lsa, 2 million 500 ming so'mdan Toshkentga yetkazib olib borib beramiz. 27-28 yo'qna. Yo'q. Yo'q, unaqa narx emas. 2 million 500 ming so'mdan Toshkentga Toshkentga yetkazib olib o'tirdi aka. 2,5 million so'mdan Toshkentgacha xotirjam yetkazib olib borib beriladi. Xudo xolasa, lekin qiziqadigan yerim qulog'ida birortasida yo'q. O'zingiz shunday endi to'xtang. Ichmayam emasmi? Yo'q, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Voy, o'tgan safar men realni aka, sog'lig'i qo'yilgan mashq qo'ydi 2,5 million so'mdan. Mana sizga qo'chqor realni gap. Mana real. Yolg'on bo'lsa gapiring. Sog'lig'ini qo'yilgan. Sog'lig'ini qo'yildi. 2 million 600 mingdan qo'yildi. 2,5 emas. 2 million 600 mingdan qo'ydim shaxsan o'zim. Mana qo'chqor, hammasi qo'chqor 2 million 500 ming. 2 million 500 ming. Men qarang, o'tgan safarga videoni ko'rmagan aka-ukalarimiz ham bor-da. 2 million 600 mingdan sog'lig'ini qo'yganmiz. Qo'chqorni qo'yganmiz, labzingga javob ber. 200 dan o'tib qo'ydi sen. Nima deysiz? Yo o'zingga javob berib qo'ydi sen. Voy, mana 27-28 nima? 2 million 500 ming so'mdan bir joyga bo'lsa, aning Toshkentgacha yetkazib olib beramiz. Telefon qilsa
Mayli, общий summadan men nima? Yana hayrisi. Ya, rivojni aka. Ha. Tilingga javob qo'ysa nima deysiz? Ha, tilim. Mana aytyapman. 26 dan qo'yganman, tilingizni aytib turibsiz. Hop. O'shani 200 dan kam bo'ladi-da. 2.400 Ha. bo'ldi. Ketib. Barakasini bersin. O lozdan qaytadigan emas aka. Xotirjam. Bu yigit kishini loz singuncha echkini soqoli uzilib ketsin. Shaytonni boshi uzilib ketsin. Mana sizga imkoniyat. Mana hammasi qo'chqor. O'ylab o'tirmang. Mana sizga, voy, soni ham nechta dedingiz? Soni 10 dona. 10 ta. Bir pachka, bir kishi. Rosa bir kishilik aka. Tavsiya qilaman akalar, shoshiling. Bu hech qachon insonda aytgani bo'lmaydi. Sizga o'tib berilyapti. Yana o'tib beriladi. Telefon qilsa, ha deb turing, Sardarbek, u magazin emas. Telefon qilsa yana o'tib ham beradi. O, dumbalarini qarang. Eng asosiysi quloqni qarang, quloqni razmer, oyoqda shpagatlarni kengligiga. Ey, Hammasini qulog'ini 10 ming dollarga ham shuni boqishyapti-da. Siz oyman ekib olgan 400 ming so'mdan. Sardarbek, hali qo'ydi, maqtash kerak emas, bir xil aytadi. Maqtashga arzigulik narsani maqtaladi. To'ppa-to'g'ri. Arzigulik emas bo'lsa, maqtalmaydi. To'ppa-to'g'ri. Quloqning hammasini qarang, shirinasi bor mana. Oddiy bir misol. Yeb qo'ydi, shuni ishlatsangiz mana. Mana shirina bor, mana shirinani ko'ryapsizmi kengligini? Keng. Bunaqasi ingichka emas, keng. Mashalloh. Quloqni nima qilib beradi deydi-da bir xil. Quloq qo'ydi, sortiga qarabsa hamma narsa. Xudo xolasa aka, bu sizga imkoniyat, inshaalloh akalar. Bunaqa variant har doim ham kelavermaydi. 10 ta pachka sizga aka-ukachilik, mana ulug' kunda turibmiz. O'ziga yaqin oladigan aka-ukalarimiz tem bo'lib, hammasi qo'chqor, bayda so'liq, to'liqman. Ichma. Hammasi qo'chqor. Olib qo'ying bitta baraka topib. Ey, to'g'risiga buni ertaga boqib, o'sha oldini 5000 dollar, 4000 dollar qilib sotganingizda duo ham qilmay qo'yavering. Shu narsani ko'nglingizdan bitta o'tkazib qo'ysangiz bo'ldi. Akamizdan qaytib qo'yangaman demaydi, deyilmaydi. To'g'risi gap. Realni mashi kunda hurmati, yaxshilik sizga. 2,5 ham deb qiynalmaydi. Xudo xolasa bugun qo'y olgan inson Bitta duo qilib qo'yadi. Yaxshi baraka topishadi. Barakasini bersin. Inshaalloh. Lekin bu 10 taga, bitta ikkitaga emas, ha? Yo'q, 10 ta shuni pachkasini olganga. Bitta ikkita olaman desa nima deymiz? Olamiz deysa, telefon qilsa, telefonda kelishadi. Kelishlar aka, xudo xolasa. Keyin qarang, videoda aytib ketamiz. Toshkentga bitta ikkitaga dastavkamiz besplatni bo'lmaydi. To'g'ri shuning. Vodiy bo'ylab bitta, 3 ta, 4 taga besplat. Toshkentdan u yoqqa bo'lsa, kelishilgan holatda kamida 5 ta olsa dastavkamiz besplat. 3-4 ta olsa kelishilgan holatda dastavkasiga yordam beraveradi. Xudo xolasa, sizdan u kuni, bizdan bugun. Endi ikkinchi partiyasiga bir yanada yirigroqlaridan deb so'rashadi. Yanada yirigroqlari. Eng asosiysi to'qlik o'tgan. To'qli bilan barrani oralig'idagi eng asosiysini aytaymi akalar? Bundan bu yoqqa sekin-sekin xudo xolasa yiriklashib boraveradimi aka? Yo'q, bundan keyin medrash ketadi. Endi bu birinchi yirik edi. Birinchiga qo'ymaylar, ikkinchiga qo'yar qo'yadi. Xudo xolasa eng yirik ekanda shu. Вообще aka o'zi to'g'liq o'tib qolibdi mana shuni oldi. To'g'liq o'tib qolibdi xudo xolasa. Soni nechta? Soni 20 dona. Ya pachka ekan. Endi akalar hap olmang. Ko'hlam keldi, daladagi chichqon ham semiraveradi. Avval chichqonni qo'yib yuborsangiz ham dalada aka o'zini tirikchiligini qilib yeb semiraveradi. To'g'risi gapda. Sizga mana maslahat, xudo xolasa olib boqsangiz foyda. Buni berganda bo'ladi. To'g'risiga yemni ham yura, yem yemasa Voy quruq tomonini tashlaysan. Yem emas, endi bu quruq tomonini tashlash. Quruq tomonni ham oxir tozalab qo'y. Xotirjam o'ylab o'tirman. Eng qizig'ini aytganda bular ham hammasi bor, tikkadimmi, raketadimmi, ichida biram bir osilchadimmi, sholqudimmi yo'q. Hammasi aka Qulog'i ham butun. Qulog'i ham butun. Vo endi 4 dona qo'chqor, 6 dona urg'ochisi bor. 6 dona urg'ochisi bor. Irg'achisi bor. Vo, kimdir rosa ko'paytiraman degan ekanda. Haqiqiy qo'y qolaman deydigan akalarimizga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Xo'p. Nima deymiz aka narxini? Narxinimi? Ha, puli, soqqasi. Narx bularni 2,5 milliondan beramiz, Sardarbek. Qo'chqorini. Ha? Qo'chqorini, to'g'rimi? Nimaga? Yo'q, qo'chqor. Aka so'liq qo'chqorda arzon yuradi. Realniga. Qo'chqorlarni 2,5 million. So'lig'ini olaman sen o'g'lim. So'lig'ini olamiz deysami? Irg'achisini olaman sen. Irg'achisini olamiz desa, Shunday kel.
Qo'ldim akam shusi. Irg'asini o'zimga qo'y qilib olaman rivojini desa. 2 million 200 ming. 22 da. 22 da. Ha, yana tushib ham Bay, to'xtab turing, unda optimni bahosi tushib ketadi. Optim bahosi tushib ketadi unda. Birinchi partiyamiz arzon Menga ketadi. qarang, sog'liq arzon deganingizga sog'liqni arzon qilib qo'yaveray degan maqsad. O'zi asli hammasi arzon bo'lyapti, tanib turing. Bo'ldi. Bularda ham 2 million 400 ming so'mni olish o'xshaydi. Barakasini bersa o'ylab o'tirman aka. Qo'chqa optim oling, 2 million 400 mingdan baland ketdi. Sog'lig'ini hisobiga shunaqangi tushib oldi aka. 2,5 million deyilmadi. To'xta. Bitta martlik qilasiz. Qo'chqarini buni ajratib turib, ne sarxlaringizni 14 tasini qo'shib, mo'g'il. 24 ta qilib oladi. 24 ta. Qo'chqari ham shu 24 dan ketdi. Nariga 10 ta, beyda 14 ta, 24 ta qo'chqar bo'lyaptimi? 24 ta qo'chqarni bir jiga olamiz deysiz 2 million 400 ming so'm. Barakasini bersa o'ylab o'tirmay aka, mana biz sizga bir maza qilasiz, bir duo qilib qo'yasiz. Chirayli qilib aka, ulug' kunda turibsiz. Sog'lig'ini o'zini olamiz desa keyin. Bitta bolar narxini aytaman. Uni kamida bo'lmaydi-yu. 2 million so'mdan bo'lsa, Toshkentgacha yetkazib oladi. Sog'lig'ini o'zini. 2 milliondan. Ya, to'xtab turay, to'xtab turay. Sen o'zimizga kelib olaylik. Sen bugun 200 o'taveryapsiz. Aytibman mana. Qo'chqarni o'zini olamiz desa 2 million 400 ming so'mdan. Sog'lig'ini o'zini olamiz desa 2 million so'mdan. Barakasini bersa o'ylab o'tirman. Haqiqiy bugun qo'y qilaman degan odam. Bu sog'lig'i ham chakana sog'liq emas, mana shu Qashqalar sog'liq ekan. Qara. Bu chakana qo'ymas. Mana bu ham sog'liq. Mana bunisi ham sog'liqlar ham. U ham chaka. U hozir shuni aytayapman. Shuni olib borib qo'chqar qo'shsangiz bo'ladi. Qo'chqa qo'shman, kuziga borib qo'shing. Sizga bori kuziga qo'shib qo'ysangiz yeta bor bunaqa paytga o'ziga qo'zab keladi. Avgustga qo'chqar tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Bunaqa paytgacha o'zidan katta bolasi bo'ladi. Qo'pol qilib. Mana sizga imkoni ham. 2 million 400 mingdan qo'chqarlari, 2 milliondan sog'liqlari ketdi. Shundaymi? Odam baraka topsin. Hammasini tortaman rivojdan desan nima qilamiz? Hammasini tortamiz desa 2 million 300 ming so'mdan. Birinchi partiyada arzon. Narxni yengil qo'yilib. Maza qilsin. Odam maza qilsin. Bitta duo qilib qo'ying aka, to'g'risiga. Chirayli, men tavsiya qilaveraman. Sizga maslahatim shashirib ko'ring. Bunaqa variantlar kam. Bu to'g'lini ham uncha to'g'lini ham damini beradi. Shu turgan joyda bu pakana, madrasa qo'ymas. Bo'ylari ham 5 oylik atrofida. Bo'yni o'zi ham 75 atrof chiqib qoladi. 70 plyus during. U mayda juda gapni keragi yo'q. Endi akalar 3-partiyalarimizga yanada puli yangiroqdan deb so'raydigan aka ukalarimiz uchun puli yangiroq variantlari dumbalari tikka. Asli buni partiyasiga qo'shib olsangiz ham, buni oldingi partiyaga qo'shib olsangiz ham birov bilmaydi farqini. Lekin inshaalloh sizga iloji boricha qulaylashtirish maqsadida qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz bo'laveradi. Soni nechta aka beyda? Soni 12 dona, 10 dona qo'chqor, 2 dona urg'ochi. 2 dona urg'ochi. Buni urg'ochisi kamroq. Urg'ochisi kamroq aka. Qulog'i 100% butun. Asli bor, bitta dalasi bor odam bor. Chiqayotgan o'ylar hammasini bitta tortdim. Bitta mazza qildim. 50 ta 60 tasini tortib qo'yib, dalada bor, mana shu qo'y, haqiqiy dalani qo'y. Dengel gapiraman. Haqiqiy boqadigan dekonni dalani qo'y mana shu. Shunday bo'lasiz dalada akalar 3 oy boqib kelib 2 oy yemlaysiz, 5 oyda qo'y tayyor bo'ladi. Ishonavering, shunaqa foyda qilasiz. Xudo xolasa bitta duo qilib shu dasturxonda eslaydigan foyda qilasiz. Xudo xolasa. Bir yeringizda aka, hali aytadi-yu, bir tomonimni ko'tarib ketdi deydi. Bir tomoningizni mana shu qo'y 50 ta qo'y, chiqayotgan 50 ta qo'y bir tomoningiz emas, ikki tomoningizni ko'tarib ketadi. Ishonavering. Nima deymiz aka? Bu narxi, puli, soqqasi. Puli bir xil hozirgilar bilan. Endi bular sog'lig'i kamroq, shuni hisobiga 2 million 300 ming so'm. O, mana sog'liq arzonroq yuradi. Qo'chqorgansizmi, realda, to'g'rimi? Narigini sog'lig'i 6 ta edi. 6 taligini hisobiga 2 million 300 mingdan qo'yardik. Bular ham, buni sog'lig'i 2 dona. 2 dona. 2 million 300 ming so'mdan 10 tasini bir joyga olganga Toshkentgacha yetkazib. Sog'lig'ini o'zini olaman, sachaka, hali 4-6 taga qo'shib olaman, 8 ta qilib olaman. 2 million so'mdan ketaveradi.
O'shalar narxini O'shalar bil. narxida ketaveradi. Barakasini bersin. Endi qo'chqorni o'zi olsangiz 20 ta, xudo xolasa 10 tasini dastavka qilib, yetkazib olib borib beradi. To'g'rimi? Yo'q, 20 to'rtta. Qo'chqorni. Ey, mard bo'l, ha? Bo'ldi mana. Ey, 2 million 300 ming so'mdan. ey, yana tushib berasiz. Voy degan so'zingizga hali turaman. Voy dedingiz-a, voy deganingizga 100 ming so'mdan tushib qo'yaman. 2 million 200 ming so'mdan bir joyga ol. 22 da. 22 dan bir joyga ol. Barakasini. Telefon qilsang o'tib ber. Voy. deganingizga. Shashmaydir. Sen o'zingizga ego, ye. Voy. Gapiraver, qiziq ustida aka och qoringan bosh qabul qilmaydi uncha so'zni. To'g'risi gap. Aytdim mana, videoda boshida aytib ketdimmi? Labis halol, tildan chiqqaniga javob beraman. Yengil qo'yamiz dedikmi? Yengil qo'yamiz. Videoda oxirigacha kuzatib tursa 2 millionni pastida ham qo'y chiqarib beramiz. Barakasini bersak, agar videoni oxirigacha o'taylik. Buni sizga imkoniyat kattasi. Foydalaning inshaalloh. Bilgan bildi, bilmagan o'zi bildi. Endi akalar, keyingi partiyalarimiz xudo xolasa soni 6 dona. 6 dona akalar. 4 3 ta sariq, 3 ta kashtan aka. 3 ga 3. Xo'p. Yosh o'yligi. Yosh o'yligi bulardagi 2 yarim 3 o'ylig. Ammo oyoq qo'li cho'ziq. Ana qo'pol olsa aytaman, xolis gapiramiz. Aka, birinchi narxini ayting, keyin boshqa gapni gapiring. Birinchi narxini ayting. Ama taqilganini ayting. 6 tasini. Ha, mikinchi ekansiz. 6 tasini bir joyga olganda 2 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasi berib 2 million so'mdan. 2 million so'mdan. Ey! Labis qilgansiz. Ha, labis halol 2 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasi berib 2 ta so'lug'i bor. Siz aytdingiz, 2 millionni pastida ham qo'y chiqardingiz. Chiqaramiz. 2 millionni pastida ham qo'y Ha, chiqaramiz. hali bor. Hali bor. Barakasini bersa, hali bor. Albatta, qarang, bular qani? Kamdimma, oyoq qo'li uzun, suyakdor. Ana. Bo'ychan. Bash Go'shtdor bo'ladigan, hali yog'ni ko'p qilmaydi, go'sht ko'p qiladi, yog'ni kam qiladi. Ya varianti bor. Bitta gapni gapiraymi aka? Shuni 2 million 200 ming so'mga bor-ku. 2 million 200 ming so'mga qo'yiladi. Chiqqan variantda qo'ylar 3-chi parcha. Suyagi bir xil. Solishsa solish qo'yadi. Ha, suyagi bir Evet, xil. yapar. Dumbasi kam dumbasi. Ana, bir realni gap. To'g'ri, chicha ko'proq mehr beraverasiz bunga. Lekin suyak bir xilda. Suyak bir xil. Keza to'g'ri sizga maslahatim. O'y. To'xtang. Oltoy ham qo'chqor a? Yo'q, 4 ta qo'chqor, 2 ta urg'ochi. Ikkita irg'achisi bor. Bitta urg'ochi. Bitta sariq irg'achimi? Ha, bitta sariq urg'ochi, Bitta qora irg'achi. O, joningga. Mana 3 ta sariqni olaman desa, ha? 3 ta sariqni olaman desa. Shunda olish bo'lsin, 6 ta. O'zi ajabmi yo'q, o'zi. Ha, o'zi. 2 million so'mdan qo'y bormadi. Tem bo'lib. Ha, 2 million so'mdan arzon bo'lyapti. Shunda olishaversin, 6 tasini olishaversin. Barakasini bersin. Endi akalar har bir narsani boshi borda, oxiri ham bo'ladi albatta. Oxirgi partiyalarimizga xudo xolasa soni nechta? Son 9 dona. 9 dona. 9 dona, 6 ta qo'chqor, 3 dona urg'ochi. Voh. Bunaqa narxdan to'g'risi gapda, hey, izlaning, o'rgiling. Realni gapni gapiraymi? Bunaqa narxdan endi qo'pol bo'lsa, sog'liq bo'lardi. Qo'chqor ham bor, 6 ta qo'chqor. Olsa qo'chqor 70% ga 30% qo'chqor sog'liq. Bunaqa variant tovush qiyin. Bilmadim. Imkon bor. Bu videoni siz ko'ryapsiz. Hali aytadi, keyingi pushaymon o'zingga dushman degan. Bunaqa pushaymonni qilish kerak ekan. Imkon bor, borida foydalaning. Inshaalloh aka maqsadga muvofiq bo'ladi shunda. Sizga maslahatim shoshiling. Xo'p, aka nima deymiz? Bo'ladigan gapni gapirgan ma'qul. Bir yerga olsin. Bir yerga olsin. Ajratmasin. Yo'q, ajratmasin. Shuni bir joyga olsin. Bularni shunday taqiladi. Taqilgani. Taqilgani 2 million so'mdan hayrasini qilib beramiz, 1 million 950 ming so'mdan qilib beramiz. Ya, nima deganingiz u? Hozir yo'q, siz aytdingiz. Mana 2 millionni pastga chiqarib beraman deb. Bu tellab olsin. Tellab olsa 2 milliondan tellab Yo'q, olsa. 2 million pastda-yu. Yo'q, 1 million 950 ming so'mdan optim hammasi oldi. 2 million so'mdan tellab olsa. Optimga qurbisi yetmasa nima qilamiz? Optimga qurib, 2 milliondan tellab olsa. Ha, 2 million puli yo'q. Siz 2 million pastda loos qildingiz. Videoni oxirigacha ko'rib turibdi. Tellab olishmasdan optim bir joyga olsin 1 million 900 ming. Barakasini bersa, unaqa yarimta gapirmang-da aka. Butun bo'laydi. Butun yigitmi? 1 million 900 ming so'mdan olishaversin bir joyga bo'lsa, ketaveradi. Xotirjam. 1 million 900 ming so'mdan aka
sizga imkoniyat kattasi. Shoshiling, foydalaning. Bilgan bildi, bilim. Bu 100% sog'liq emas. Mana akalar 70% qo'chqor. 30% o'rgachi. Bu sizga imkoniyat. Xudo xolasa, qo'ying kelar kasatishab beriladi, tepasiga kelib ko'rib oladi. Ko'rib olsa ham yaxshi. Ha, endi ba'zi bir insonlar meni yomon ko'rmay qolyapti. Bu tavsiya qilyapmiz. Bekordan bekorga tavsiya qilmayman. Haqiqatda shu ishni ichida yurganimiz uchun, bilganimiz uchun tavsiya qilaman. Shoshiling. Sizdan o'gina, bizdan bo'gina degan. Tirs.